30 yildan ortiq tajribaga ega Yevropa tabiiy fanlar akademiyasi a'zosi, New Wave kompaniyasi salomatlik kengashi a'zosi doktor Zamirbek Samiyev bugun studiyamizda. Bugun insonni eng katta boyligi bo'lmish salomatlik haqida gaplashamiz va aynan inson organizmidagi vitamin D haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Albatta, bugungi kunda inson salomatligi birinchi o'rinda turadi. Salomatlik bo'lmasa, albatta bir narsa odamning ko'ngliga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun salomatlik katta ahamiyatga ega. Va bugungi shu mavzumizda New Wave kompaniyasini vitamin D mahsuloti to'g'risida agar o'sha fikr yuritsak, albatta u har bir boshqa vitaminlar zarurligi kabi mana bu vitamin D3 bugungi kunda bir asosiy bir zarur bo'lgan vitaminlardan biri hisoblanadi inson salomatligi uchun. Nega bugun vitamin D3 ko'p yetishmaydigan vitaminlardan bittasi bo'lib qolgan? Vitamin D3 ni yetishmovchiligini asosiy sabablaridan biri mana albatta biz bugungi kunda aytamiz, shu ekologiya bilan bog'laymiz. Yeyotgan ichayotgan mahsulotlarimiz bugungi kunda bu vitaminlarga to'yingan mahsulotlar emas, o'sha kerakli bo'lgan mikroelementlarimiz yetishmaydi. Shuning uchun mana vitamin D yetishmovchiligi dunyo bo'yicha bugungi kunda katta o'rinda turadi. Hali statistika deymiz, butun jahon tashkilotini 30% dan 70% gacha hatto o'sha aytiladi vitamin D yetishmovchiligi dunyo bo'yicha. O'shaning uchun bu albatta bir katta muammolardan biri hisoblanadi. Vitamin D3 organizmda nimaga javob beradi? Vitamin D3 asosiy organizmga kirayotgan kalsiy moddasini so'rilishiga juda katta yordam beradigan vitamin hisoblanadi. Kalsiy ichganmiz agar D ichmasak, albatta u effekt juda ham kam bo'ladi. Juda ham kam bo'ladi. O'shaning uchun mana shu sinteziga, suyagimizda so'rilishiga, o'sha kalsiy moddasini tishlarimizga, hatto o'sha nerv to'qimalariga, mushaklarga, muskul to'qimalariga o'sha so'rilishda juda katta ahamiyatga ega vitamin hisoblanadi. Odam o'zida, mana misol uchun men o'zimda vitamin D yetishmayotganini qanaqa qilib bilsam bo'ladi? Vitamin D yetishmovchiligiga juda ham ko'p ahamiyat berilmaydi. Insonlar nimaga ovqat yeyapman har kun. Xudoga shukr, qozonim qaynayapti, stolimda mevalar bor deymiz-da, shu kerakli vitaminga to'yinamiz deb o'ylaymiz. Nimada odam o'zida sezishi mumkin? O'sha vitamin D yetishmovchiligi birinchisi holsizlik. Shu modda almashuv buzilishlarini hisobiga bo'ladi. Kerakli u nafaqat kalsiy, u boshqa mana aminokislotalar, oziqa, boshqa vitaminlarni o'sha sintezida o'sha rol o'ynaydi. Bu holsizliklarni sezishimiz mumkin, asabiylikni sezishimiz mumkin, tishimizning yemirilishiga ahamiyat berib qolishimiz mumkin. Albatta vitamin D to'g'risida o'ylamaymiz, stomatologga boramiz. To'g'rilaymiz. O'shani hali plomba qo'yamiz, chinozni qo'ya qolamiz. Shuning uchun mana bu narsaga ahamiyat berilmaydi. Qachonki mana o'sha bir rentgen qilganda, MRT deymiz, o'sha narsalar qilganda suyagingiz mo'rtlashib ketdi deganda o'shanda ham nima to'g'risida o'ylaymiz? Organizmimizga kalsiy yetmayotgan ekan deymiz-da, keyin kalsiyni bosishni boshlaymiz, lekin hech qachon vitamin D to'g'risida o'ylamaymiz. Mana bo'ladi-ku, misol uchun bugunga o'xshab qor, yomg'ir yog'ganda kayfiyat tushib ketishi, o'sha vitamin D ni endi ola olmayapti organizm. Albatta. Mana shu kayfiyat, bu vitamin D u nafaqat shu suyak tizimiga, u asab tizimiga, o'sha markaziy nerv sistemasiga ta'siri, o'sha mana aytdim asabiylashish yoki shu sal narsaga stress holatlarga uchrab qolish, boya aytganimizdek, yo ishimiz bilan, yo atrofimizdagi bilan, muhitimiz bilan, yo ishxonamiz bilan bog'laymiz-da, o'shaning uchun shunaqa bo'lyapti deymiz. Vitamin D yetishmovchiligi hatto mana shu teringiz, tirnog'ingiz, sochingizga ham ta'siri bor. U tish bilan suyakdan tashqari yurak qon tomir sistemasiga, butun mana endokrinniy sistemani ishiga katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bizning mamlakatimizda juda keng tarqalgan bitta gap bor. Endi biz quyoshli mamlakatda yashaymiz, quyoshdan vitamin olaveramiz. O'sha menga kerak emas, ortiqcha vitamin D qabul qilishim deymiz. Bunga qanaqa qaraysiz? Aynan shifokor sifatida. To'g'ri, mana o'shani mif deymiz. Bu ozgina noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Mana hatto Afrikada bizdan ham ko'proq quyosh. Lekin u yerda ham vitamin D yetishmovchiligi bor insonlarda. O'sha asosan vitamin D3 organizmni o'zida shunaqa tushuncha bor. Quyosh orqali, ultraviolet nurlar orqali D sintez bo'ladi organizmda D3. Lekin u bugungi kunda kiyimsiz yurishimiz kerak, yalang'och.
vitamin yetarlicha olishimiz uchun. yetarlicha kiyim qanchadir o'sha nur o'tkazmaydi. Ayollarimiz mana aytamiz, hali SPV kremlar ishlatishadi, quyoshning nurini qaytaradigan. Bu 35-40 yoshdan keyin hatto o'sha vitamin D olishimiz uchun biz haligi zagar deymiz. Quyoshda terimiz qizarib ketguncha kuch darajada olib borishimiz kerak. O'shanda ham u darajada albatta organizm kerakli darajada sintez qilib bera olmaydi. Asosan mana shu 35-40 yoshdan keyin uni sintez bo'lishi keskin kamayib ketadi. Mana quyosh, demak, quyoshdan yetarlicha ola olmas ekanmiz. Ovqatdan ola olamizmi? Mana yana bir yaxshi savol berdingiz. Ovqat, qozonim har kun qaynaydi, boya aytganimizdek vitaminlarimiz bor, hammasi bor. Albatta, bugungi kunda mana shu mevalarni, o'sha baliq mahsulotlarini, haligi triska baliqlarini, kalmarlar deymiz, 300 grammlab, jigarini 50 grammlab olib yeyishimiz kerak. Mevalarni kilogramlab yeyishimiz kerak. Go'shtlarni katta kilogramlarda yesak, ana o'shanda bir organizmga qanaqadir kerakli vitamin ko'p yeyish kerak. Uni albatta imkoni yo'q. O'shaning uchun bu bugungi kunda bir global bir masalalardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun vitamin D mahsulotini, asosan mana shu vitamin D3 mahsulotini bugungi kunda hamma foydalanishi shart. Bu moda emas, xohish emas, hamma olib bundan foydalanishi kerak. Biologik aktiv qo'shimchalar, shu vitaminlar ichganimizda, bizning ota-onamiz aytishadi. Mana biz yurganmiz shuncha payt, vitamin D ichmaganmiz, vitaminli ichmaganmiz, faqat yeb yurganmiz. Mana bizda yaxshi-yu hammasi deyshadi. Hozirgi vaqtda nima deymiz? O'sha otalarni, dodalarni biz haligi nikallar yog'ini yalagan deymiz. U vaqtda hali o'sha ekologiya ta'siri, hamma yeyilgan mevalar, ovqatlar bular bir tabiiy tarafdan, o'sha ekologiya tarafdan ancha toza bo'lgan. Bugungi kunda mana shu kimiyani rivojlangani hammasida mana shu yeyotgan, ichayotganlarimizda albatta o'sha gormonlar, konservantlar, krasitel deymiz, bo'yoqlar, har qanday aromatizatorlar qo'shiladi. Yer kuchi yo'q, kerakli o'sha haligi sintez yo'q, kerakli mikroelementlar yo'q. O'shaning uchun mana organizm och. Hujayra darajada och. O'shaning uchun mana bu o'sha mikroelementlar, vitaminlar, kerakli bo'lgan o'sha amino kislotalar yetmaydi va juda katta hajmda boya aytgandek o'sha vitamin D ham yetishmaydi. Lekin o'sha eski vaqtda ham mana agar ota bobolardan o'sha agar olib so'raydigan bo'lsa, dodalardan o'shani bolalari raxit bilan tug'ilgan. Nimaga? Mana shu raxit degan chaqaloqlar, hali oyoqlar suyaklar qiyshayib ketgan, yo obrazniy deydi, yo X-obrazniy deydi oyoqlar raxit. Mana bugungi kunda bu narsalar ozgina kamaydi. Lekin o'sha paytda ham o'sha vitamin D yetishmovchiligi juda ham katta darajada bo'lgan. Bunga e'tiborsiz bo'lishgan. E'tibor bo'lmagan. O'sha boya aytgan, mana hozir meditsinamiz rivojlanyapti, o'sha texnologiyalar rivojlanyapti, laboratoriyalar. U paytda dodalarimiz vitamin D ni bilmagan ham bo'lishi mumkin. Laboratoriyaga borib D vitamin tekshirib ko'ringlar ham, kalsium qancha ekan organizmda deb so'ramagan. Yurilgan. O'shaning uchun mana bugungi kunda laboratoriyalar, mana o'sha meditsinani rivojlangani albatta shu ko'rsatkichlarni ko'rsatib bergani uchun albatta bu narsaga ahamiyat ancha kuchaygan. Vitamin D3 shaklini, nega aynan shu shaklini qabul qilish muhim? Vitamin D ni turlari bor. Mana o'sha agar dorixonalarga kiradigan bo'lsak, ko'pi hali vitamin D, uni ergokalsiferol deydi. Organizmga qanaqa bir so'rilishi tez, organizmda tez parchalanib ketadi. O'sha D2 vitamini keyin organizmda sintezlanib, o'sha D3 ga o'tadi. D3 bu xolikalsiferol deydi. Organizmga bu o'sha bo'li yumshoqroq, qanaqa bir nojo'ya ta'sirsiz va organizmda uzoqroq saqlanadi. O'shaning uchun o'sha organik holda, xilat forma deyiladi. O'shaning uchun mana D3 o'sha organizmni o'zi, o'sha boya aytganimizdek, quyoshda yursak, boshqa bo'lsa, kam dozada bo'lsa ham organizm D3 vitaminini o'sha kalsiferol ishlab chiqaradi. O'shaning uchun mana bu organizmga tabiiyroq, organizmga to'g'ri keladigan, sinergiya deymiz. Sinergiya deymiz. Ana shu tabiiy sifatida yaxshi so'rilib, yaxshiroq o'sha o'zini ishini bajaradigan vitamin. Mana shu New Wave kompaniyasini D3 vitaminini aytdingiz. Bu boshqa kompaniyalarda ham D3 vitaminlari bor. Mana aptekalarimizda bor.
Buni ulardan ustunlik tarafi nimada? Man nimaga bu juda ham yaxshi bo'lgan bugungi kunda har bir o'sha standartlarga javob beradigan New Wave kompaniyasi bilan nimaga man hamkorlikda hozir ish yuritaman? Chunki hammaga aytaman bu narsani, o'shani keladigan patsientlarimizga ham konsultatsiya qilganimizda birinchi galda o'sha mahsulot sifati. Shu mana bozorga borib meva olamizmi, sabzavot olamizmi, hatto borib kiyim olasizmi, ko'rsangiz ham tanlab olasiz, so'raysiz bu qatlikda ishlab chiqarilgan, har bir narsani ko'rib olamiz sifatini. O'shaning uchun mana albatta o'sha kompaniyalar ko'p, lekin hech qaysi kompaniya bizning mahsulotimizni ancha orqa o'rinda turadi deyilmaydi albatta. Bu iqtisodda, bozor iqtisodiyoti deymiz. Lekin men ekspert sifatida o'sha olib mahsulotni ko'rganimda uni albatta o'sha tarkibini ko'raman. Qanchalik ishlab chiqarilishi, o'sha mana biotexnologiyalar deymiz. Undan tashqari o'shani stepень очистки deydi, qanchalik tozalanishi, mana nimalarni mana filtratsiyasi deymiz. Shunga o'xshab mana shu New Wave kompaniyasini mahsulotlari shu hisobda mana shu vitamin D3 mahsuloti juda ham sifatli va effektiv analogi yo'q deymiz-da. O'shaning uchun mana bu shunaqa aql bilan qilingan vitamin. O'shaning uchun men ko'pchiligiga albatta o'zim bu narsadan foydalanganim uchun boshqalarga ham shu yaxshi narsalarni taklifini beraman. Yana bitta mana qiziqarli bitta savol tug'ildi. Mana biz har doim vitaminlar yetishmovchiligi haqida gaplashamiz. Ya'ni organizm vitamin yetishmovchi mana bunaqa bo'ladi. U ko'payib ketsa-chi? Nimadir sodir bo'ladimi yo hech narsa qilmaydimi? Mana yaxshi yana bir savol. Mana vitaminlar boya aytganimizdek kimik yo'li bilan olingan vitaminlar bo'ladi. Mana masalan o'sha tabiiy yeyotgan mevalarimiz bor yoki bir qanaqadir paketlarda ishlab chiqarilganlar bor. Bular albatta farqi juda ham katta tabiiy bilan bu yo'l bilan ishlab chiqarilgan. O'shaning uchun mana xuddi shunga o'xshagan mana bu vitaminlar, mana shu har safar aytgandek organik tabiiy bo'lsa, peridoz degan narsa bo'lmaydi. Men aytaman, mana siz har kuni bitta olma yeng dedim, siz bilmasdan 3 ta olma yeb qo'ydingiz. Hech narsa qilmaydi. Tabiiy bo'lgani uchun. Tabiiy bo'lgani uchun. Albatta, haligi 10 kilo olma yeng deya olmaymiz. Qanaqadir zarari bo'lsa kerak. Albatta, og'irligi tushadi. Mana ko'proq suv ham icha olmaymiz, ko'proq non ham yeya olmaymiz. O'shaning uchun o'zimiz to'g'ri fikrlab bu narsadan foydalanishimiz kerak. Lekin mana o'sha haligi kasallikning darajasi bor. Mana birinchi darajali, ikkinchi daraja yetishmovchiligi deymiz. Mana o'sha har bir kasallik anemiya bo'ladi, boyagi raxit bo'ladimi yoki o'sha suyini yemirilishi, osteoporoz deymizmi, o'zini darajasi bor. O'sha darajasiga qarab albatta biz dozani ko'proq aytamiz. O'sha vaqtida masalan mana 1-2 oy kattaroq dozada, keyinchalik o'sha organizm tiklanib olgandan keyin albatta o'sha kerakli kunlik dozada berib buni o'sha 365 kun olib ishlatsa ham bo'ladi. Albatta mana shu vitamin D 2000 международных единиц deymiz, o'sha birligi, o'sha xalqaro birlik hisoblanadi. O'sha darajada agar olib o'sha o'rta yoshdagi insonlar olib mana shu bitta olib o'sha ishlatilsa, bitta dozada sepiladigan mana bunaqa flakonda 200 ta sepishga yetadi. Sostavida ana shu kuchli antioksidant vitamin E bor, mazasi juda ham yaxshi. Как бы yog' formaga o'xshaydi, tili olib bir mahal sepiladi. Ana shu 2000 единица bir kunlik organizm uchun kerak bo'lgan boyagi vitamin D kiradi. Mana o'shanda mana suyini yemirilishi, hali tishlarning buzilishi, asab sistemasi, yurak qon tomir sistemasi, immunitet, yaxshi energiya beradi. Mana metabolizm deymiz, modda almashinuvi uchun juda ham kerak bo'lgan vitamin hisoblanadi. O'shaning uchun mana agar olib 2 marta sepsa ham hech bo'la qilmaydi. Manbalarda o'sha juda ham kuchli vitamin D yetishmovchisi, misol birinchi paytlar 10 marta sepsa ham mumkin. Lekin o'sha mana hamyonga qaraylik deymiz, haligi ortiqchasi organizmdan chiqib ham ketmasin, ortig'ini chiqarib tashlaydi, bu o'sha tabiiy narsalar ko'pi. O'shaning uchun mana bu narsani o'sha kerakli dozada o'sha olib agar sepilsa,
faktiski mana shu hali defitsit organizmda vitamin D defitsiti bo'lmaydi. Ya'ni o'sha tabiiy narsa ortiqcha kirganda organizmga u chiqarib yuboriladi. Organizm chiqarib Misol tashlaydi. uchun sintetika bo'lsa, ya'ni kimyo yo'li bilan bo'lsa, hammasi qoladi. Qoladi. Ko'pchilik uni ham chiqaradi organizm, lekin ular mana уже hali anu побочный effekt deymiz, salbiy ta'sirlari boshlanadi. Albatta mana shu boyitlik agar haligi 365 kun hali har kun 10 tadan sepilsa, o'sha nima bo'ladi? Birinchi galda u qanaqadir bir zaharlashdan oldin o'sha mana suyaklar qotishiga olib keladi. Kalsiy ko'payib ketadi. U ham endi organizm uchun haligi bir noqulaylik olib keladi, bir og'ir asorat bo'lmasa ham, o'sha uchun hamma narsani, hatto mana suvni ham, choyni ham, ovqatni ham me'yorda yeymiz. Shunga o'xshab uni o'zini albatta biz o'sha maslahat berganimizda o'sha me'yorida olib foydalanish kerak bo'ladi. Aynan o'sha homiladorlarda ham albatta mana shu agar mana masalan ayollar o'sha katta dozada olib sepadigan bo'lsa, o'sha homilani, o'sha chaqaloqni suyagi qattiqlashib qoladi. O'shaning uchun mana tug'ish jarayoniga kelganda bolani ozgina o'sha tug'ilish nimasida asorati ko'proq bo'lishi mumkin. Qiynalashadi. O'shaning uchun mana kesareva secheniya deyiladi. O'sha narsalargacha olib bormasligi, suyini qattiq bo'lib qolmasligi kerak bola. Menda shunaqa bo'ladi, quyoshli kunlarda kayfiyatim yaxshi bo'ladi. Yomg'ir yog'sa yoki qanaqadir qor, aynan shu bulutli havo bo'lsa, uydan chiqqim kelmaydi, faqat yotib hech narsa qilgim ham kelmaydi. Shuni vitamin D3 na qanaqadir aloqasi bormikin deb o'ylab qoldim-da. Albatta bor. Shu albatta u nafaqat organizm uchun vitamin D kerak, lekin mana shu boyitlik markaziy nerv sistemaga ta'siri, o'sha mana bu eslash qobiliyati, asabiylik, mana bular hammasi tez charchash. O'shaning uchun mana havoga reagировать qilinadi. Mana magnit bo'roni deymiz. Bugun yomg'ir yog'adi deymiz, bugun yaxshi quyosh deymiz. Mana bu albatta shu organizmda o'sha yetishmaganchilikdan bo'ladi bu narsa. Mana men ahamiyat bermayman. Magnit bo'roniga ham, yomg'irga ham, qorga ham, quyoshmi, nimaga? Chunki mana organizm agar bu vitaminlardan, minerallardan kerakli o'sha makro mikroelementlar deymiz. Agar organizmingiz to'q bo'lsa, uncha narsaga charchoq ham bo'lmaydi, asab ham bo'lmaydi. Uyqu ham yaxshi bo'ladi. Uxlab turganda xuddi yosh boladay maza qilib, mirqib, dam olib turganday to'yinib turiladi. Mana shular hammasi aytmoqqa ahamiyat bermaymiz bu narsaga. Hali ishimiz bilan, hali yomg'ir bilan bog'laymiz. Bu mana shu organizmda bugungi kunda o'sha kerakli bo'lgan o'sha mikro makro elementlar, vitaminlarni yetishmovchiligidan bo'ladi. O'shaning uchun bu narsani agar olib foydalanib tursa faqat yaxshi bo'ladi. Mana vitamin D haqida gaplashdik, inson sog'lig'i haqida gaplashdik. Mana shu kuzatuvchilarga vitamin D3 bo'yicha, aynan shu mavzu bo'yicha qanaqa tilaklaringiz yoki tavsiyalaringiz shifokor sifatida o'shani bir aytib o'tsangiz. Rahmat. Mana albatta vitamin D ni mana shu yuqorida aytganimizdek, bu bugungi kunda men har doim aytaman, bu mahsulotlardan o'sha biologik faol qo'shimcha nutritseptiklar deymiz-da. Bularni bu narsadan foydalanish moda emas bugungi kunda. Xohish emas. Xohlasam ichaman, xohlasam ichmayman. Albatta odam o'zi hal qiladi, lekin shu mana bugungi kunda olimlar, chet davlat olimlari bizning albatta aloqalarimiz bor. Bu narsani biz har doim aytib kelamiz. Bu bugungi kunda talabi. Organizm uchun bugungi kunga talab bu. Agar shu mana sog'lom bo'laman, Alloh bergan umri sifatli uzoqroq yashab o'taman bo'lsa, albatta bu narsadan foydalanish bu o'sha shart. Kasallikni oldini olgan yaxshiroq kasal bo'lib, keyin haligi davolangandan ko'ra. Mana o'shaning uchun cho'ntakka ham zarar. O'shaning uchun mana oldini olgan yaxshi. Hali suyak yemirilib ketib, to'kilib ketib, keyin operatsiya bo'lgandan ko'ra, mana bu narsani olib maqsad, mana sinish ehtimoli boy ekan, tish masalasi, immunitet, metabolizm, markaziy nerv sistemasi, mana shu eslash qobiliyatlari, mana yoshi o'tgandan keyin hali
telefonimni qaqib qo'ydim. Anoni oti nima edi? Bu boshlanadi. Nimaga? Mana shular hammasi shu organizmda hujayra darajada mahsulotlarni kerak bo'lgan o'sha ingrediyentlar deymiz, yetishmovchiligi, vitaminlar, minerallar bugungi kunda bir dolzarb masala bo'lib qoldi. Shuning uchun bugungi kunda bu mahsulotlar hamma olib bu mahsulotlardan foydalanish kerak. Sifatli kompaniyaniki, o'shaning uchun men nimaga ko'proq shu New Wave kompaniyasini aytaman, shu boya aytganimizda, mana shu bunda har bir shu standartlarga javob beradigan kompaniya hisoblanadi. O'sha GB, FDA, TSI deganda halol sertifikatlarga ega mahsulotlar. O'shaning uchun bu narsalardan hamma olib foydalansa, bu faqat yaxshi bo'ladi. Sizga kattakon rahmat. Xudo xolisa yana mana shunaqa juda ham foydali bo'lgan ma'lumotlar bilan bo'lishasiz degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.